Butun dunyo bo'yicha milliardlab muxlislarga ega, minglab konsertlar, 100 millionlab sotilgan albomlar, yiliga 10 milliard dollardan ortiq daromad, yildan yilga xuddi virusdek ko'payib, sahnaga chiqayotgan yulduzlar. Bularning barchasini bir so'z bilan atash mumkin: K-pop. Ko'pchilik bu so'z nimani anglatishini biladi yoki u haqida eshitgan. O'smir yoshlar uchun bu yangi, qiziqarli va chiroyli subkultura bo'lsa, ularning ota-onalari uchun K-pop bu makiyaj qilib olgan, sochlari bo'yalgan nozik yigitlar va sun'iy qo'g'irchoqlarga o'xshaydigan qizlarni anglatadi. Ha, yangi va eski avlodlar o'rtasida kelishmovchiliklar har doim bo'lgan. Xo'p, K-pop fenomeni o'zi nima va qanday paydo bo'ldi? Bu yangi koreys madaniyati bizga kerakmi? Bu o'zi madaniyatmi? Hammaga salom, siz Sahifa kanalidasiz va bu sonda biz K-pop nimaligini tushunishga harakat qilamiz. K-pop qisqartma so'z bo'lib, Korean Popular Culture, ya'ni Koreya ommabop madaniyati degan ma'noni bildiradi. K-pop fenomenini qanday paydo bo'lganligini bilishimiz uchun Koreya madaniyati va tarixiga nazar solishimiz kerak. Qisqa qilib aytganda, Ikkinchi jahon urushi davrida Koreyani yaponlar bosib olib, nemis fashistlaridan battarroq ishlarni qilgan. Urush yakunida Koreyani yapon bosqinchilaridan shimol tarafdan Sovet ittifoqi, janub tarafdan Amerika ozod qilib, o'zlari bosib olishdi. Keyinchalik 1948-yilda Koreya yarim orolida ikkita davlat, kommunistik SSR ta'sirida Shimoliy Koreya va kapitalistik Amerika ta'sirida Janubiy Koreya davlatlari paydo bo'ldi. Ikkalasi ham bir-birini sotqin va dushman taraf deb hisoblaydi. Shimoliy Koreya mavzusiga to'xtalib o'tmaymiz, shunchaki Kim Chen Inga salom aytib qolamiz xolos. Amerika Janubiy Koreyaga katta sarmoyalar kiritdi, yangi texnologiyalarni taqdim qildi va albatta amerikancha g'arbiy mentalitetni singdirishga harakat qildi. Koreya rivojlangan davlatga aylanish mo'jizasining sabablari koreys xalqining mehnatkashligi va albatta Sem amakining pullari evaziga yuz berdi. Janubiy Koreyani prezident yoki siyosatchilar emas, balki katta kompaniyalar, oligarxlar boshqaradi. Bu kompaniyalar juda taniqli: Samsung, LG, Hyundai, Daewoo, JS Group va boshqalar. Kompaniyalar Koreyaning eng boy oilalarining shaxsiy biznesi hisoblanadi va ularni chebol deb atashadi. Koreyaning dunyodagi iqtisodiy ulushi hozirgi vaqtda o'rtacha 2 trillion dollarni tashkil qiladi. Bu summaning qariyb yarmi katta kompaniyalar, ya'ni chebollarga tegishli. Chebollar bir kun yig'ilib, Amerikaning birgina Gollywood filmlari va musiqa labellari Koreyaning butun boshli sanoatidan ancha ko'p daromad olib kelayotganini tushunib yetishdi. Shundan keyin koreyscha variantdagi kino va musiqa industriyasini yaratishga qaror qilishdi. Katta pul topish uchun katta pul tikish kerak. Amerika shou biznesidagi boys band va girls band artistlaridan nusxa ko'chirilib, yangicha talqinda ommaga taqdim etildi. Ko'pchilik K-pop deganda faqat BTS yoki Blackpink guruhlarini tushunadi. Lekin ilk K-pop guruhlari Seotaiji, Hot, CEC, Shinhwa kabilar 90-yillarda paydo bo'lgan, ammo faqat Koreyada mashhur bo'lgan. Lekin global darajaga chiqish uchun biroz vaqt kerak edi. Butun dunyoga K-popni mashhur qilgan artistni hamma biladi. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Bu qo'shiq klipi 2012-yilda YouTube'da eng ko'p ko'rilgan klip bo'ldi va 5 yil 2017-yilgacha birinchi o'rinda turdi. Hozirgi kungacha 5 milliarddan ortiq prosmotr yig'di. Shu vaqtdan boshlab BTS, Blackpink, Seventeen, Twice, Raiji va boshqa o'nlab, yuzlab, minglab san'atchilar haligacha konveyerdan chiqib kelyapti. K-pop tez orada Koreyaning o'zidagina emas, global musiqaga aylandi va yoshlar orasida Janubiy Koreya modasi va stilini tarqatadigan yangi subkulturani yaratdi. Ularning muxlislari esa butun dunyo bo'ylab millionlarni emas, milliardlarni tashkil qiladi. Futbol fanatlaridan qolishmaydi bular. Bu musiqa tez-tez qaytariladigan qisqa jumlalar va kuchli vizual effektlardan tashkil topgan bo'lib, insonni o'ziga jalb qiladi. BBC nashriyoti Koreya pop guruhlari Super Junior va Wonder Girls'ni shunday tasvirlaydi: shirin bolalar va qizlardan tuzilgan, suyuq raqslar va xotiraga joylanadigan musiqalardan iborat ajoyib tashkillangan guruhlar. Lekin bu katta yoshli odamlarga juda g'alati tuyuladi. What the fuck is this?
Hozirgi kunga kelib, K-pop muxlislarining 90% Koreyadan boshqa mamlakatlarda yashaydi. Hatto Amerika pop yulduzlari ham K-pop yulduzlari bilan duet aytishni o'zlari xohlashyapti. K-pop yulduzlari butun dunyoda juda ko'plab musiqiy sovrinlarni qo'lga kiritishgan. K-pop industriyasi bu biznes. Uni rivojlantirish qurollari esa kuchli agressiv marketing. Fan klublar va ijtimoiy tarmoqlar, internet portallari va ko'plab teleshoular o'z samarasini beryapti albatta. Ayrim K-pop muxlislari o'z kumirlariga shu qadar bog'langanki, bu telbalikka o'xshaydi. Koreyada K-pop yulduzlarini idol deb atashadi. Idol bu ideal, ya'ni muxlislar havas qiladigan ideal kumir degan ma'noni bildiradi. Lekin bu so'zning boshqa ma'nosi ham bor. Idol bu iloh, ya'ni odamlar sig'inadigan butlar ma'nosini ham anglatadi. Ha, ayrim K-pop muxlislari o'z idollariga butlarga sig'ingandek sig'inishadi va afsuski, bu juda katta guruhni tashkil qiladi. Lekin K-pop dunyosi ekranlarda ko'ringanidek chiroyli va jozibadormi? Yo'q albatta. Bu idollarni katta kompaniyalar yetishtirishadi. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Xuddi fabrikadagi tovarga o'xshab yetishtirishadi. Ko'p hollarda bo'lajak idollar 10-15 yoshidan bu tizimga kirishadi va qattiq qonun-qoidalarga bo'ysunib, qo'shiq kuylash va raqs tushishni o'rganishadi. Kamida 30 ga yaqin tanlovlar asosida saralab olingan bu nomzodlarni treyni deb atashadi, ya'ni shug'ullanuvchi. Ishoning, ularning mashg'ulotlari olimpiadaga tayyorlanadigan sportchilarnikidan qolishmaydi. Bundan tashqari, treynerlarning tashqi ko'rinishlari go'zallik standartlariga mos kelmasa, ular plastik operatsiyalardan foydalanishadi. K-pop go'zallik standarti bu baby face, ya'ni tabiiy mana bunday ko'rinishdan mana bunday sun'iy ko'rinishga keltiriladi. Koreya aholisi plastik operatsiya qilish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Bundan tashqari, idol qizlarning vazni 47 kilogramdan oshmasligi kerak. Buning uchun qizlar qattiq dietada bo'lishlari sog'liqlariga xavf tug'diradi. Doimiy ochlikdan sirlasi qursa ham, konsertlarda tabassum qilib, qo'shiq aytib, raqsga tushishlari kerak. Har 100 ta trenerdan faqatgina bittasi idolga aylanishi mumkin. Qolganlari esa ko'chaga uloqtiriladi. Chunki raqobat kuchli va sinovlardan o'tish juda qiyin. Katta sahnaga tayyorgarlik boshlashdan avval Koreyaning eng yirik K-pop agentliklari Hype, SM va YG Entertainment bo'lajak artistlar bilan o'rtacha 7 yildan 17 yilgacha shartnoma tuzishadi. Buni BBC nashriyoti qullik shartnomasi deb ataydi. Katta agentliklar bu artistlarning karyerasini to'liq nazoratga olishadi va maksimal foyda olishga urinishadi. Artistlarga juda og'ir ish grafiki tuziladi. Ularning shaxsiy hayoti ham, shaxsiy fikri, qiziqishlari ham yo'q bo'lishi kerak. Har bir artistlarning tashqi ko'rinish stili, xarakterini ham prodyuserlar belgilab berishadi. Bu sun'iy obrazni buzish aslo mumkin emas. Idolga qarindoshlik, do'stlik aloqalari va hatto ishqiy munosabatlar ham taqiqlanadi. Har bir yangi K-pop guruhi yoki solistni ommaga taqdim qilib, media bozorida muvaffaqiyatga erishish uchun o'rtacha $1 million pul sarflanadi. Lekin idol yaratish biznes loyihalarining har 10 tasidan 8 tasi muvaffaqiyatsiz tugaydi. Kompaniyalar ularga insonlardek emas, faqat biznes jarayonining bir elementi sifatida qaraydi. Bu yulduzlarni topgan daromadlarining deyarli 90% prodyuserlar va agentlarning hisobiga o'tadi. Chunki idollar avvalgi treyni bo'lgan paytlarida ularga sarflangan pullarni prodyuserlariga to'liq qoplab berishlari kerak. Mashhurlikka erishgandan keyin ham bu artistlarning hayoti havas qilgudek emas. Ayanchli yakun topgan hodisalar ham juda ko'p. Bu yulduzlarning ko'pchiligi prodyuserlar tomonidan jismoniy va ruhiy bosimga uchraganligi sababli og'ir depressiyaga uchrab, sog'ligi yomonlashadi. Ba'zi hollarda o'z joniga qasd qilishgacha borishi mumkin. Ba'zi media agentliklari ayol yulduzlarni oligarx muxlislarini alohida ko'nglini olishga majbur qilishadi. Ha, shunaqa ishlar qiladigan prodyuserlar ham bor. Bu K-pop shou biznesining qabih tomonlari. Agentliklardan tashqari idollarni ashaddiy muxlislari ham tinch qo'yishmaydi va shaxsiy hayotlarida ta'qib qilishadi. Bunday muxlislarni sasen deb atashadi. Sasenlar idollarning bildirgan fikrlarini yagona haqiqat deb qabul qilishadi. Hatto tashqi ko'rinishlari idollarga o'xshashi uchun ko'plab plastik operatsiyalar qildirishadi. Bu teskari tomonga ham ishlaydi. Ya'ni, qaysidir idolga muxlislik qilib yaxshi ko'radiganlar boshqa idollardan shunchalik nafratlanadiki,
hatto jinoyatga qo'l urishgacha borishadi. Bu voqealarning barchasi haqiqiymi yoki marketing PR yo'limi aniq bilish qiyin. Afsuski, real holatlar juda ko'p. 2017-yil 18-dekabrda CIA guruhi vokalisti Kim Jong Hyunning o'limi juda shov-shuvli voqea bo'ldi. U o'z joniga qasd qilishiga hech kim ishonmagan. Lekin tashqaridan ko'ringan mashhurlik, jozibador chiroyli hayot ortida prodyuserlar va jamiyat tomonidan katta bosim, haterlarning Idolni ruhiy zaharlashlari, kiberbullying va kuchli depressiya Kim Jong Hyunni shu darajaga olib kelganki, u hayotiga nuqta qo'yishni afzal deb topgan. Afsuski, K-pop yulduzlarining 30 dan ortig'ida o'z joniga qasd qilish holatlari yuz bergan. Umuman bu K-pop industriyasi nimaga kerak? Albatta pul uchun. Keling, summalar haqida gaplashamiz. Seul Ixva universitetining taxminiy hisob-kitoblariga ko'ra, K-pop industriyasi Koreya iqtisodiyotiga so'nggi vaqtlarda yiliga 10 milliard dollardan 14 milliard dollargacha foyda olib keladi. K-pop guruhlari ichida eng ko'p daromad olib keladigani bu albatta BTS. Bu kuchli brendga aylangan guruh mashhurlikning cho'qqisiga chiqqan vaqtlarda yiliga 4 milliard dollar atrofida foyda olib kelgan. O'zbekistonda ham K-popga qiziquvchi yoshlar soni ko'payib bormoqda. Ularning ko'pchiligini maktab o'quvchilari tashkil qiladi. Ko'pchilik qizlarning idealdagi yigit bu BTS guruhi a'zolari Chongu, V, Jimin, Jin kabi o'zlariga o'xshab makiyaj qiladigan yigitlar. O'smir yigitlarchi, ular ham K-pop muxlislarimi? Aniq javob berish qiyin. Yosh yigitlar orasida K-popga, ayniqsa boys band guruhlariga muxlisligini tan olish biroz xijolatliroq. Hozirgi ba'zi yosh qizlar Koreys idollarini yaxshi ko'rgandan keyin, yosh yigitlarimiz ham qizlarga yoqish uchun o'sha Jinguk, Chingachguklarga o'xshash tashqi ko'rinish, stilga taqlid qilishga to'g'ri kelyapti. Lekin muxlislik bilan chegaralanib qolmay, K-pop idolga aylanishni orzu qiladigan yoshlar ham bor. Siz ko'rib turgan video lavhalar Koreyada emas, O'zbekistondagi K-pop festivali. Bu yerda qizlar guruhlari va yigitlar guruhlarini ko'rishingiz mumkin. Ismingiz? Assalomu alaykum, men ismim Lucy. Lucy. Assalomu alaykum, men ismim Fazilat. Fazilat. Assalomu alaykum, men ismim Shayxin. Vaysbanis. Qizlar ak. Berardim eng avvalambor, buni tarqatishimiz kerak, uz-pop bo'lish kerak. Bu K-pop, uz-pop bu ikkalasi mujassam bo'lganligi uchun o'ziga ustilarda ishlab, sal yopiqroq demayman, chunki bu K-pop o'zi shunaqa kiyimga olib keladi. Kiyimlar. Birinchi savolimiz, o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot bera olasizlarmi? K-popga qanday kirib kelgansiz va nima uchun aynan K-pop yo'nalishi? Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Abrorbek. Taxallusim Monster Boy, ya'ni qisqartmasi MB. Mening ismim Samandar. Taxallusim Salis, Gucci Boy. Mening ismim Johir, taxallusim Davis. Mening ismim Amirjon, taxallusim Teo. Bundan tashqari, ba'zi bir koreyalik K-pop artistlari O'zbekistonda konsert berishni boshlashdi. Lekin K-pop yulduzlarining haqiqiy hayoti havas qilgudek emasligini ko'rsatib o'tdik. Bizning yoshlarimiz muxlislik qiladigan insonini idol deb atab, uni ilohiylashtirishning o'zi noto'g'riligini tushunib yetishlari kerak. Har bir avlodning har xil davrlarda taqlid qiladigan subkulturasi bo'lgan. K-pop subkulturasi ham vaqtinchalik fenomen deb umid qilamiz. K-pop O'zbekiston yoshlarining dunyoqarashi uchun xavflimi yoki zararsizmi? Bu haqda siz o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Har doimgidek mantiqiy va tanqidiy fikrlashdan to'xtamang. Ko'rishguncha